Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, navbatdagi yana bir o'ziga xos fasondagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni aziz yurtdoshlar, Andijon viloyati, Andijon tumani Chilon mahallasiga olib kelib o'rnashtirib berdik. Xonadon egalari akamiz bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, zakaz qilishganda, xudo xohlasa o'zimiz kelib o'lchab ketib, joylariga chiroyli qilib olib kelib ustanovkalarini qilib berdik. Albatta darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Mana shu darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepildi. Hozirgi kunda temir darvoza larni kvadrat metri nech puldan nech pulgacha bo'lyapti. To'liq darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz razmeri eniga 3 metr, bo'yiga 295 razmerda bo'ldi. Darvozamiz 2 qavatli variantda, polni 100% shumka qilingan darvozamiz. Asosiy mana stoykalari 5 ga 10lik shivillarda bo'lgan, aylanasi 10lik shivillar bo'lgan. Darvozamizning qovurg'a profillari 6 ga 4lik, 1.7 lik stenali qora profil va darvozamizni mana detalchalari ham polni 1.7 lik stenali profilchalardan foydalanib, mana o'rtalarini polni 1.3 lik listda bosib, shumka qilib, mana polni o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Va mana shu joylariga, palasa joylariga soqochalarni yopishtirib, darvozamizni juda ham chiroyli holatda qilib o'rnatdik. Albatta bu darvozamiz aziz yurtdoshlar, dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan 11.500.000 so'mga kelib o'rnadi. Albatta kimga shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa aziz yurtdoshlar, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Aynan mana shu fasondagi darvozamizni 900.000 so'mdan tortib 1.300.000 so'mgacha kelishilgan holda yasab berishimiz mumkin. Va hozirgi kunda kvadrat metr temir darvozalarni 500.000 so'mdan 2 million so'mgacha bo'lyapti. Albatta har bir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan yurtdoshlarimiz o'ziga ma'qul kelgan fasonni, ma'qul kelgan materialni zakaz qilib, albatta qo'ydirishyapti xonadonlariga. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, xudo xohlasa kelishilgan holda chiroyli qilib olib borib darvozani ustanovkalarini qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz o'ta ham bir ideal holatda. Shu mana kraskalari ham mokriy asfalt kraska, bu matviy holatda qilib sepganmiz va mana zamoklari ham zuber zamokni qo'yib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni, qarindosh urug' guruhlariga podlisa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Va mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan fikrlarni yozib qoldirishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, e'tibor uchun rahmat.